Do'stlar, yana biz Jalaquduq oyimdamiz. Hozir Abdug'ani akani fermasidamiz. Jalaquduqlar buncha mehnat sevar xalq. Izohda yozib qoldiringlar. Nimaga bunaqasizlar ey? Hozir qo'limdagi bu favorit. Bu Akdel zotli o'rdak. Akamiz aytishiga qaraganda bu 15 kunlik ekan. To'g'rimi aka? Bundan kattaroqlari 25 kunlik. Demak, mana bu shu xullas 25 kunlik. Ana 1 kiloning ustida deyapti akamiz. Aka, bularni boqish sirlarini o'rgatasiz aka. Shuncha fermer xo'jaliklariga bordik, egalari to'g'risi aytmadi. O'zingiz aytib berasiz. Akamizni ko'rsatib qo'ying bitta. Aka, o'zingiz xudo xolisa. Akamiz bizni hozir reklamaga chaqirgan. Bitta shart bilan unadim reklamaga, to'g'risi. Faqatgina aka dedim, sirlarini o'rgatib qo'yasiz. Boqish sirlarini. Chunki ancha-muncha joyga bordik, shu o'rdak boqadigan fermalarga. O'rgatmadi aka. Siz o'rgatib qo'yasiz aka, bu qana boqiladi, necha kunlikda misol uchun qaynab sog'gan suv beradi, necha kundan oddiy suv beriladi, sharoitlari qanaqa bo'lishi kerak, noldan o'rgatib ketasiz aka. Bo'laverami? Bo'laveradi. Biz hozir mana misol mashlar mana bugun qattiq gapiramiz. bir haftalik bo'ldi mashlar. Mana bugun bir hafta emas, 6 kunlik bo'ldi. Mana shu 6 kunlik. 6 kunlik. Qaynoq suv beramiz. Qaynoq suvga mana shu 100 litriga 1 kilo shakar solib berib turamiz. 6 kungacha shunaqa qilamiz. Endi mana xudo xolisa ertadan sog' suvga o'tadi bular. 10 kundan keyin sog' suvga ham tushirsa bo'laveradi. Misol mijozlarga olib ketsa ham bo'laveradi-da. Endi hozir bular mana hozir qaynagan suvni, shakar suvni, dorili suvni, vitaminlarni ichib bo'ldi. Boshqa hech narsa dori-pori qilinmaydi. Endi biz ham endi holatiga qarab dori, vitamin beramiz misol. Demak, sizlardan olishiga o'sha bizdan oladi hech narsa qilmaydi. Vitaminlar qilmaydi. Umuman hech narsa qilmaydi. Shunday oladi, suvga tushiradi. Favoritni 1 kunligidan tortib 20 kunligigacha bor. Akdelda ham 1 kunlikdan tortib 25 kunligigacha bor. Akdelda narxi 25 kunligi 50 ming so'm beryapmiz. Favoritnikini 40 ming so'm beryapmiz, 20 kunligini. 1 kunlik Akdelda 15 ming beramiz. Favoritnikini 12 ming qilib beramiz. Hozir mashina aniq 15 ming aka, chunki men Telegramdagi kanallardan ko'rdimda aka 1 kunligini 35 mingda yozib qo'yapti. Yo'q, endi favorit zotligini 1 kunligini 35 ming deydi. Bizda o'zimizda chiqqani uchun hozir misol tuxum biroy sotmayapmiz, o'zimiz olib chiqaryapmiz. Mana misol 3 ta odam bo'lsa, oyimda uchamiz bir-birimizga berib cho'jani anaqa qilyapmiz. Oddiy cho'ja bor, 7 ming so'mdan, bir haftaligi 10 ming so'mdan oddiy cho'ja. Uni ham haligi oddiy g'ag'aq so'raydiganlar bor-da. Ularga ham bor. Aka, kelayotgan mijozlar misol uchun savol so'rasa aytaverasizmi sirini? Yashirmasdan aytasizmi? 10 ta olgan oyimdan ham hammasini aytib deb beramiz. Hamma sirlarini, joylarini aytib. Do'stlar, bular nimaga sirlarni aytadi? Sababi misol uchun bu yil 100 ta oldingizmi, keyingi yil yana olishingiz uchun hamma sirlarni aytadi. Keyingi yil emas, 10 kundan keyin mashina 10 kun baqqandan keyin yana kelib 20 ta olgan odam 100 ta olib ketyapti. 10 kundan keyin. To'g'ri, to'g'ri. Demak, bu aka tez kattayadi-da. Bu aka o'rdakni broileri desa adashmagan bo'laman, shunaqami? Shunday. O'rdakni broileri tez katta bo'ladi chunki. Mana do'stlar, bu o'rdakmi, g'ozmi deb juda ko'p aytadi, juda ko'pni telefon qiladi. Bu o'rdak mana do'stlar. Bu favorit. Narigisi Akdel, oqa Akdel, to'g'rimi aka? To'g'ri. Hozir mana shu ota-onasi bu. Ota-onalari tug'ayotgan yeriga ko'p odamni olib kirmayapmiz. Hozir shuncha qancha bo'ladi deb so'raganlarga 4 ta tashab qo'ydik. Aka, bu aniq toza qonmi? Mana toza qonni Liboydan so'rab olasiz. Oyog'i ham ko'k bo'ladi, tumshug'i ham ko'k bo'ladi. Mana hamma yo'g'ida bor-da. Lekin buni oqi bor, ko'ki bor. Mana misol sariqlari mana buni. Akdellar bular. Yo'q, ular Akdel emas. Mana bu ham favorit mana. Bu ham favorit. Ha, bu mana. Favorit mana. Oyog'i ko'k, tumshug'i ko'k. Mana o'limdan chiqib bo'lgan mana shu. Mana shu o'limdan chiqib bo'lgan hozir misol Liboy xonadonga tushsa ham o'lmaydi, netmaydi, yuraveradi. Do'stlar, o'zi o'rdak zoti kasallikka chidamli bo'ladi. Lekin ancha-muncha kasal bo'lmaydi, to'g'rimi aka? Endi hali boshida jinda shamollatib qolsa, sovutib qoladi. Biz uchun salafanlar bilan chiroyli qilib 26-27 gradus xonada saqlab turib olib chiqamiz. Aka,
Ana shuning uchun men ko'rgazmaga Nari- manga tashlab qo'ydik. Narigi fermada demak 1000 tadan oshiq o'rdagingiz bor ekan. Ha. Favorit bilan Akdela. Akdel, oddiy, Ha, hammasidan. ha, ha. Hammasi tuxumda hozir. Hammasi tug'yapti, 100% tuxumda. O'shalarni tuxumini olib kelib, sizlar ochirib sotyapsizlar. Biz Asakaga olib borib, Mannop akada ochirib kelyapmiz Asakada. Nima o'zimizda yo'qmi aka? O'zimizda bor endi professional odam. Ha, yo'q-a. Ana shuning uchun hali Inkubator bor odam. 90% ochirib bergani uchun ana shu Mannop akaga Asakaga olib boryapmiz. Voy mashalloh. Aka keyin kech paytda haligi chiroq yoqib qo'yadi, bilasizmi? Hali spiralli chiroqlar. Bu qanchalik to'g'ri? Endi uni ko'rgan hisobda 24 soat bo'lsa, 24 soat don yeydi. Ha, 24 soat demak Ha. yorug' bo'lsa, 24 soat don yeydi, soatiga kattayadi. Ha, soatiga. Soatiga. Misol, mana 15 kunlik baqsangiz, 1 oylik baqqani singari bo'lib qolaveradi. Ha, to'g'ri. Kechasi hisobiga. Bu spirallidan foydalanganimiz yorug'ni yaxshiroq beradi, keyin issiq ham berib turadi. Issiq ham ozgina berib turadi. Nagivatorimiz bittaligi uchun nari fermalarda bor hozir. Tagini nagivator quruq turish uchun mana hozir mana shu mana quruq. Qarang, bir dona namli yo'q. Shu namlikdan mahkam ushlasa cho'ja o'lmaydi hech qachon. Tog'i ham, o'rdagi ham-da. Qachon namga tushib qolganda o'ladi. E'tibor berishinglar mumkin. Nagivator, ya'ni isitgich qo'yib qo'yishibdi. Aka, misol uchun olsak, hali 100 ta oladigan bor, 200 ta oladigan bor. Nagivator shartmi o'zi? Yo'q, hozir bizdan olib ketadigan odamlarga shart emas. Nimaga ular deyapsiz? Biz bir kunlikni, misol hozir bir haftalik qilib beryapmiz. Misol bir kunlikni 12 ming beryapmiz. Ha, 12 ming. Bir haftalikni 15 ming qilib beryapmiz-da. Ana shuni hisobiga olib boradi svet, besvet faqat. Aka, buncha katta qozonda nima qaynatyapsiz? Suv qaynatyapmiz mana shu cho'jalarga. Mana shu qaynoq suv. Mana shunga 1 litr shakar solamiz. Bugun 6-kun, oxirgi kun. Kechasi, ha. 1 kilo. 1 kiloda. 1 kilo, ha. 1 kilo shakar solamiz. Mana shunga birinchi kunlar 1,5 kilo solamiz. 2 kun, undan keyin 1 kilodan solamiz. Bo'ldi. Undan keyin qaytib bermaymiz. Bo'ldi. Demak, bugun oxirgi kun ekan. Bugun oxirgi kun 6 kun beramiz. Undan keyin 7-kun sovuq suvga o'tkazamiz. Do'stlar, bu Samarqandda qanaqa start ha? Bu start yema. Start. Qancha yeydi bundan aka? Qanchadan keyin rostga o'tadi? Hozir bir haftalikdan keyin rostga o'tadi. Rostdan ham bir hafta yeb turib, keyin bug'doy beradi, makka beradimi? 20 kunlikda libodonga tushaveradi. 20 kundan keyin 20 kungacha demak, shunda bog' olsa, undan keyin o'zi nima topsa yeb ketaveradi, to'g'rimi? Ponni nimani bersa, o't bersa ham yeydigan bo'ladi. Mana o'tlarni yeb yotibdi hozir. Ha, to'g'ri, ko'rsatish Misol, mumkin mana. hali anaqada o't yeganda, misol qonni mana bir dona yo'q mana paylarida. Mana o'zi Nima yo'q? qonni og'riqlar, bir Ha, kasallik yo'q-da. Misol bu qatib qoladi. Unda yo'q. Ha, ha, to'g'ri. Nimaga tozaga, nima desangiz, vitamin donni bo'ldi, shakar suvni ichib bo'ldi, qaynoq suv tinmay ichgan Aka, uchun shu yaxshi. shakar suv nimaga beriladi? Shuni hech aytishmadi menga. Shakar suv buni immunitetini ko'taradi. Bunda qon kamaygan sababi immunitet pasayib ketadi-yu. Shakar immunitetni ko'tarib turadi, glyukoza bo'lib turadi. Glyukoza. Ha, glyukoza bo'lib turadi. Shuni hisobiga ham qorinda og'rig'ini to'xtatadi, liboydonga tushaveradi. Yangi rivosh ko'rni yo'qotadi shakar. Ha, ha, ha. Misol katta 3 oy, 4 oylik, misol oddiy uyda boqadi 3 oy, 4 oylik bo'lgandan keyin misol o'rdak orqaga yurib yangi rivosh bo'lib qoladi, ko'zi ko'r bo'lib qoladi. Shakarni 6 kun, 7 kun to'xtatmay bersa, umuman yangi rivosh bo'lmaydi, ko'r ham bo'lmaydi. Ha, shu immunitet demak pastligidan kasallikka chalinadi. Hozir buni to'ldirib qo'yadi, hozir buni. O'zini immunitetini ko'tarib, ana qilib qo'yadi shakar. Ana shuna hisobiga shakar beramiz. Aka, necha kun shakar beriladi dedingiz? 6 kun shakar beramiz. Mana bugun O'zimizda oddiy shakarli choymi shunda? Suv, shakar suv. Qaynatamiz. 100 litrlikka 1 litr 1,5 kilo shakar solamiz. Mana birinchi kuni 1,5 kilo solamiz, ikkinchi kuni 1 kilo solamiz. Necha litr suvga? 100 litrga. Mana hozir qaynab yotibdi. Yana nima qolib ketdi? Ketdimi? Aka, mendan juda ko'p so'rashadi. Ochig'i mana Ibrohim akani reklama qildik. Asakada Bahromjon aka reklama qildik. Menga telefon qilishadi. "Oy, sirini aytmadinglar, sirini aytmadinglar." O'zi siri bormi aka? Yo'q. Siz ayting mana. Endi siri nima? Aytaymi, siri yo'q uni. Siri Faqat yo'qmi? siri mehr bularga. Mehr. To'g'ri gapda. Mana kechasi yangilik payti uxlamayman. To'g'ri gapda. Umuman kerak bo'lsa, misol 2000 ta baksam bir dona o'ldirdi meni.
Bir dona o'ldirmasdan vaqt beraman. Kim misol hali ishimni birov cho'ja olib borib bir partiya olib bordim 300 ta o'ldirib qo'ydim deydi. U oyog'ini tayi zak bo'lib ketadi, suv bo'lib ketadi mana misol qo'ygan suvi mana misol chilpillab ketadi. Buni yerga qo'yib qo'yadi. Sirazi g'ish ko'tarib, g'ish tepaga qo'yib qo'ysa, suv cho'milanmay qoladi-da bu. Ustini cho'milib. Demak mana qaranglar, bir dona namligi yo'q. Ashuni sira shunda eng asosiysi tagi quruq bo'lishi. Quruq ushlasa, mana hozir akam bitta akamizga Yorqishloq akaga bergan ekan. 300 ta kecha keldi. Ham oyoqlar sholib, g'alati bo'lib qolyapti dedi. Ona kattadan 50 ming so'mdan berdik. 50-60 ta ketdi kecha. Mashinadan. Tagi qanaqa aka desam taychilib bo'lsa bo'lmaydi. Tilibchilib bo'lsa sholib olaveradi. Demak ketdik nariga shu 20. Ularga fikringiz qanaqa? 30 ming, 35 mingdan sotyapti, qarang. Endi misol sotishi mumkin. Nimaga desiz, o'zimiz ham boshida 36 mingdan bir kunligini olib kelganmiz-da. O'zinglar. O'zimiz ham olganmiz. Shu 36 mingdan olganmiz, 500-600 ta olganmiz. Endi misol ko'p aytdi. Mana hozir tuxum chiqyapti hozir. 300-400 ta tuxum chiqadi. Misol menda hozir bir 100 tacha ahdel bo'lsa, 300 tacha favorit, 600 tacha oddiy bor-da. Endi hozir tugayotgani 500 ta tuxum olyapman. Hozir ashaga olib boring aka bizni. Bo'ldi, olib boraman. Tugayotgan fermingiz bir ko'raylik. Bo'laveradi, olib boraman. Hozir mashinadan jildi anaqaroq. Hozir mashinalarni oldilar bo'ldim bularni. Bo'laveradi. Aka, u akdel favorit zotlilarni hech narxini qo'ymabmiz Instagramga. Bitta aytib bering aka, omma tushirib ayting narxlarini. Meni obunachilarim aka bittasi 100 ta, 200 ta, 1000 tagacha olaveradi. 25 kunligini 1 kilo 100 chiqadi, 1 kilo 100 chiqadi. 50 ming so'm qilib beramiz. Endi 1 kunligini ayting aka. 1 kunligini 15 ming qilib beramiz. Yo'q, kamaytirib bering aka. 5 ta oling avval. Nech puldan qilib berasiz aka meni obunachilarimga? 1 kunligini 100 ta olsa, ha. 100 ta olsa, baland tepasini olsa qancha qilib berasiz? Sizlikdan kelsa obunachilar bonusi bilan beramiz, ijolat olmay. Bo'ldi, gap yo'q aka. Quyidagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar akalar. Toza qon aka, toza qon. Gap hozir olib borib ko'rsatamiz enalarni. Siz oldingizga kelsa, demak qanaqadir savoli bo'lsa, javob beraverasiz. Javob beramiz. Telefonga raqamga telefon qilsa-chi? Telefonga raqam qilsa ham javob beramiz. Misolda antina chiqadigan joy foydamiz, antina chiqmay qolishi mumkin. Antina chiqadigan joylarda misol chaqirsak, hali olmasdan qo'ymaymiz-da biz. Hali ko'p odam aytadi, qo'yishib olib olmaydi telefonini deydi. Bizda hozir ko'p mahsulot. 3 xil turi bor. 3 xilini yetkazib beramiz. 3 xil qanaqa endi? Aktelni bildik, favoritni bildik. Oddiyimiz ham bor. Oddiy ham bor. Oddiy g'ag'ag'imiz ham bor. Gap yo'q. Like-ni bosing do'stlar. Bonusiga oddiydan qo'shib beramiz. Bugun telefon ushlaganlarning hammasi o'zini mobilograf deb atayapti. Lekin biznesga video emas, natija muhim. Bularning bir-biridan farqi shundaki, mobilograflar trend ortidan yuguradi. Professionallar esa trend yaratadi. To'g'ri, bir ikkita videosini ko'plab odam ko'rish mumkin, lekin tizimlashmagan kontent biznesni cho'ktirishi ham mumkin. Bu masalada bizning jamoa sizga aniq yordam bera oladi. Hoziroq quyidagi raqamlarga murojaat qiling.